Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 58. sure Mücadele. Medine'de nazil bo'lgan 22 oyat. Nihayet şefqatlik, mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Allah haqiqatan eri to'g'risida sen bilan munozirlashgan va Allohga shikoyat qilgan ayolning so'zini angladi. Allah ikkanlarning so'zlarini anglab turdi. Allah haqiqatan anglag'uchidir, ko'rguvchidir. Sizlardan ayollarni zihar qilganlarning, ya'ni ayollarni onalarining uchilariga o'xshash deguvchilarning ayollari ularning onalari emasdir. Faqat ularni tuqqan ayollarla ularning onalaridir. Halbuki ular albatta yomon so'zni, yolg'on so'zni qiladi. Allah shak shubhisizki tavba qiluvchini afo qiluvchidir, mag'firat qiluvchidir. Ayollarni zihar qilib ondan qilgan so'zga pushaymon qilganlar har ayol ikkisi yaqinchilik qilishdan ilgari bir qulni ozod qilishi lozim. Buning bilan sizlarga ba'zi nasihat qilinadi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Ozod qilishga qul topolmagan odam ayoli bilan yaqinchilik qilishdan ilgari uda 2 oy ro'za tutishi lozim. Qiyrilik yoki kasallik sababi bilan ro'za tutishga qodir bo'lmagan odam 60 miskinga bir vaqt tomoq berishi lozim. Bu ahkam Allah va uning payg'ambari amr qilgan ishlarga tasdiq qilishinglar uchun bayon qilindi. Bular Allohning qonunidir. Bu qonunni inkor qiluvchilar qattiq azobga duchor bo'ladi. Shubhisizki Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlar ulardan burunqilar halok qilingandek halok qilinadi. Biz haqiqatan halol, harom, farz va ahkamlarni o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nozil qildik. Kafirlar xarqig'uchi azobga duchor bo'ladi. O kunda Allah ularning hammasini tirildiradi. Ularning dunyodagi chaqda qilgan qilmishlarini aytib beradi. Allah ularning qilmishlarini nomi a'moliga xotirlab qo'ygan. Ular bo'lsa unutib qolgan. Allah hamma narsani ko'zitib turg'uchidir. Allohning osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadiganligini bilmamsan? 3 odam pichirlashadigan, Allah ularning 4-chisidir. 5 odam pichirlashadigan, Allah ularning 6-chisidir. Mayli onundan az yoki ko'p odam pichirlasin, ular qayerda bo'lsin, Allah hamon ular bilan birlidir. Ondan qiyomat kuni ularning qilmishlarini Allah ularga aytib beradi. Allah haqiqatan hamma narsani to'liq bilguchidir. Ey Muhammad, pichirlashdan ma'ni qilingan, ondan ma'ni qilingan narsaga qaytgan, ular gunoh bilan, zulm bilan payg'ambarning amriga xiloflik qilish haqida maxfiy pichirlashganlarni ko'rmadingmi? Ular sening yaningga kelganda Allah sana salom qilishda qo'llanmagan so'zlar bilan salom qiladi. Ular o'z ichida Allah nimishqa bu so'zimiz bilan bizni jazolamaydi deydi. Do'zax ularga kupoyidir. Ular do'zaxga kiradi. Do'zax nima degan yomon joy. Ey mu'minlar, sizlar pichirlassanglar gunoh, zulm va payg'ambarning amriga xiloflik qilish to'g'risida pichirlashmanglar. Yaxshilik va taqvodorlik to'g'risida pichirlashinglar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Sizlar uning dargohiga yig'ilasizlar. Gunoh to'g'risida pichirlashish mu'minlarni qayg'uga selish uchun shayton tarafidan bo'lgandir. Bundaq pichirlashish Allohning irodasi bo'lmasa, mu'minlarga hech qanday ziyon yetkazmaydi. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ey mu'minlar, agar so'rinda ba'zilar sizlarga o'rin chiqarib beringlar desa, o'rin chiqarib beringlar. Allah sizlarga rahmatini va jannatini kengaytib beradi. Agar sizlarga boshqalarga o'rin bo'shatib berish uchun o'rninglardan turib beringlar deyilsa, o'rninglardan turib beringlar. Allah sizlardan iymon etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'taradi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Ey mu'minlar, payg'ambar bilan maxfiy so'zlashmoqchi bo'lsanglar, oldi bilan yo'qsullarga sadaqa berib, ondan so'zlashinglar. Bu sizlar uchun yaxshiroqdir va pokroqdir. Agar sadiqa qiladigan narsa topolmasanglar, sizlarga gunoh bo'lmaydi. Chunki Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Sizlar Rasululloh bilan maxfiy so'zlashdan ilgari sadiqalar berishdan kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdinglarmi? Sizlar sadiqa bermadinglar. Allah sizlarni afv qildi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Qilayotgan ishinglardan Allah to'liq xabardordir. Allah'ның g'azabiga uchirgan qavmni do'st tutgan kishilarni ko'rmadingmi? Ular sizlarga va o qavmga mansub emas, ular bilib turib yolg'ondan qasam ichidi.
Ularga Allah qattiq azob tayyorladi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular yolg'on qasamlarni qalqon qilib oldi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Ular qarqig'uvchi azobga duchor bo'ladi. Ularning mollari va bollari ularga oxiratda bo'ladigan Allohning azobidan hech narsani dafiy qila olmaydi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. O kunda Allah o'lganlarning hammasini tirildirdi. Ular dunyodagi chog'larda biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Allohga qasam ichadi. Ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Ogoh bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchilardir. Ularning ustidan shayton g'alaba qildi. Shayton ularga Allohning zikrini unuttirdi. Ular shaytonning qo'shinidir. Bilinglarki, shaytonning qo'shini ziyon tortquvchilardir. Shubhisizki, Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashuvchilar eng qor insonlar qatoridandir. Allah lahul mavfuzga men va mening payg'ambarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari yo qarindoshlari yo urug' tuqqanlar bo'lgan taqdirdimi do'st tutganligini ko'rmaysan. Ana shularning dillarida Allah iymonni mustahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Allah ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi, Allohdan ular mamnun bo'ladi. Ana shular Allohning qo'shinidir. Bilinglarki, Allohning qo'shini maqsadga erishguvchilardir.